Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda Blenderda mana bu turdagi zinalarni spiral stair deydi ingliz tilida. Shu turdagi zinalarni yasab ko'ramiz. Xo'sh, bu zinalar haqida tushunchaga ega bo'lish uchun qanaqa bo'ladi? Bitta asos va unga tutashgan boshqa zinalar pog'onalari. Buni modellashtirishda qanday yasaymiz deyilsa agar, birinchi ustunni qo'yib olamiz silindr yordamida, keyin esa oddiy kub yordamida pog'onalar, ya'ni o'sha zinalarni yasab olamiz. So'ng array modifier yordamida bu zinalarni tepaga aylantirib ko'taramiz. Xo'sh, demak, roadmap tayyor. Nima qilish kerakligi haqida tushunchaga egamiz. Endi esa ishni boshlaymiz. Xo'sh, birinchi o'rinda qilishimiz kerak bo'lgan ishlardan biri bu magnitchani yoqamiz. Xo'sh, plane tagiga asos qo'yib olamiz. Modellarimiz fazoda uchib yurmasligi uchun. Xo'sh, ikkinchi qiladigan ishimiz silindr qo'shish. Silindrni zina balandligiga moslab ko'tarib olamiz. Shu ko'rinishda. Demak, usmuz qilib oldik. Silindr tayyor. Yana bitta e'tiborga olinadigan joyi silindr dunyo markazida, ya'ni kursorda turishi kerak. Kursor ko'pincha dunyo markazida turadi, o'zi boshlangan Blenderni ochishingiz zahoti. Demak, silindr mana shu kursorning ayni ustida turishi kerak. Agar silindrni qochirsangiz, keyin o'rtaga qo'yib olish yana muammo bo'ladi. Shuning uchun silindrni lokatsiyasini o'zgartirmagan ma'qul. Xo'sh, ikkinchi qiladigan ishimiz qo'yib olgan asosimizga ya'ni o'zbek tilida nima deyiladi bilmayman, apply, ya'ni tasdiq qilish, umumiy o'lchamini tasdiqlash. Buni chunki o'zgartirdik, silindr o'z hajmidan o'zgardi, ya'ni balandlashtirdik, yana mayllashtirdik. Demak, barcha mana shu o'zgartirgan omillarimizni tasdiqlab qo'yish uchun Ctrl A ni va Scale degan yozuvni bosamiz. Undan so'ng ya'ni stairs pog'onalarini yasab olamiz. Bu uchun bizga bitta kub, uni kichraytiramiz. Z o'qi bo'yicha mayllashtiramiz. X o'qi bo'yicha va Y o'qi bo'yicha o'zimizga kerakli hajmlarni tayyorlab olamiz. Undan so'ng bir tarafini asosga moslab kichraytirib olamiz va uni asos o'rtasiga kirgizib ulaymiz. Endigi qiladigan ishimiz mana bu zina uchun ham razmerlarni tasdiqlash, o'lchamlarni tasdiqlash. Bu uchun lekin faqat scale ni o'zi bilan emas, all transformation, ya'ni butun jarayon tasdiqlandi. Ya'ni biz buni tepaga ko'tardik, uni mayllashtirdik. Barcha o'zgartirishlarni tasdiqlash. Bundan so'ng yana bir o'zgarishga ko'zimiz tushadi. Modeldagi markaz nuqtasi kursorga ko'chib qoldi. Endi agar buni buradigan bo'lsak, mana shu markaz atrofida aylanadi va biz uchun mana shu narsa ham kerak. Keyinchalik nega ekanligini tushunasiz. Xo'sh, endi qiladigan ishimiz mana bu qiralarni yo'qotish. Bu uchun Ctrl B, barcha yuzalarni tanlab oldik, barcha qiralarni tanlab oldik va Ctrl B ni bosamiz. So'ng roll up, ya'ni sichqonchani aylanadigan klavishini, o'sha aylanadigan balonchasini aylantirsak, mana bu yerda yuzalar oshadi. Taxminan 2 ta yoki 3 ta yetarli.
Shundan so'ng shade smooth bilan mana bu qiralarni egri shaklga keltirib olamiz. Bu dizaynni ham yanada chiroylashtiradi va ko'rinish jihati qulay. Demak, endigi qiladigan ishimiz teksturalar. Endi tekstura qo'yamiz. Men oldindan olib qo'ygan tekstura bor. Bu marmar tekstura. Tekstura ko'rish uchun material previewga o'tamiz mana. Tekstura ishlatish uchun tayyor. Buni teksturasini olish uchun shading tabga o'tamiz. Barchasini, ya'ni A ni bosib, Ctrl C, ya'ni copyright qilib olamiz. Shundan so'ng ishlatmoqchi bo'lgan obyektimiz uchun yangi material ochamiz va shading qismiga shuni tashlab qo'yamiz va shu yetarli. Ikkinchi qiladigan ishimiz esa uni UV qilib chiqish. UV qilish ham juda ham oson. Bu uchun U tugmachasini bosamiz, ya'ni U. Shundan so'ng unwrap angel based. Bundan oldin esa yana bir qilishimiz kerak bo'lgan ish qirqimlar. Xo'sh, biz mana bu yerdan bitta aylanani alt yordamida tanlab olamiz. Keyin esa bu yerdan bitta aylana. So'ng bu yerdan bitta aylana va bu yerdan bitta aylana. Keyin sichqonchani o'ng tugmasini bosib, mark sim yozuv ustiga bosamiz. Shundan so'ng ba'zi liniyalar ustida qizil chegarani ko'rishimiz mumkin. Bu obyektimizni qirqilganini bildiradi. Qirqilgan obyekt nima degani? Endi agar o'sha U tugmasini bosib unwrap angel based ni bossak, ko'rishimiz mumkin. Boshqa shaklda qirqimlar yuzaga keldi. Bu ishlatish uchun qulay. Mana ko'rishimiz mumkin. Tekstura modelimizga chiroyli o'rnashib oldi. Endigi qiladigan ishimiz ustun uchun ham bitta shunga o'xshash tekstura taxlab olamiz. Shading tabni ochamiz. AX Ctrl V layout. Mana. Umumiy ustun uchun ham tekstura bor. Buni UV editingga o'tamiz. Bunda ham xuddi shu shaklda mark sim qilib chiqamiz. Taxminan shunaqa ko'rinishda. Endi bizga ortiqcha detallar kerak emas. Keyingi qiladigan ishimiz aynan modifier bilan ishlash. Demak, asosiy ko'rsatkichlar e'tibor berilish kerak. Obyekt Ctrl A yordamida scale va all transforms degan joyni bosib qo'yishimiz kerak. Aynan world originda turish kerak obyektimizning markazi. Shundan so'ng biz Blender 5.1 versiyani ishlatyapmiz. Bu yerda ikkita array bor. Birinchisi yangi chiqqan array funksiyalari qo'shilgan, ikkinchisi eski tartibdagi. Biz eski tartibdagini bosamiz, chunki yangi tartibdagi sal murakkabroq. Xo'sh, eski array funksiyalari qanaqa ishlar edi? Shift A ni bosgandan so'ng biz bitta
nuqta qo'shib olishimiz kerak. Bu qo'shgan, ya'ni plyuscha nima desa bo'ladi. Mana shu turdagi obyekt buni empty, ya'ni yo'qlik deb atasa ham bo'ladi. Buni ham aynan o'sha origin, ya'ni mana bu obyektimizni markaziga qo'yishimiz kerak. Shunchaki world origin turgan bo'lsa, ya'ni kursorda o'zi kelishni boshlaydi, spawn bo'lishni nima desa bo'ladi, qo'shilishni boshlaydi. Asosiysi barcha obyektlarni joyini o'zgartirmaslik. Xo'sh, empty ni vazifasi hozir nima? Ko'rib o'tamiz. Mana array modifier yuklandi. Array aslida nima? Array bu bitta obyektni ko'paytirib beradi. Qanaqadir o'lcham tashlab. Masalan, bu o'lcham faktorda ko'rinib turadi. Faktor x o'qi bo'yicha 1/6 nisbatda yoki y o'qi bo'yicha 0.9 nisbatda, z o'qi bo'yicha esa 10 nisbatda desak, mana shu ko'rinishda obyektimiz ko'payib ketishni boshlaydi. Ya'ni arrayning vazifasi bitta obyektni ko'paytirib berish va ko'paytirib bergan taqdirda ham aynan qaysidir nastroykalar, ya'ni x o'qi bo'yicha, y o'qi bo'yicha, z o'qi bo'yicha yoki qanaqadir aylanish tartibi bo'yicha ko'paytirib beradi. Endi bizga qanaqadir markaz atrofida aylanishi uchun object offset, ya'ni qanaqadir obyekt bo'ylab degan qismini yoqib qo'yishimiz kerak. Va mana bular hozircha nol tursin. Demak, mana shu obyekt offset bo'limida pipetkani yoki mana shu empty ni kiritib qo'yamiz. Mana endi z o'qi bilan ozgina, masalan, zinamiz balandligi qancha bo'lishini, har bitta ikkita zina orasidagi masofa qancha bo'lishini taqriban o'lchab olamiz va count, ya'ni zinalar sonini ham aynan asos ustuniga mos shaklda chiqarib olamiz. Keyingi qiladigan ish endi faqat mana shu empty ni harakatlantirish qoldi. Empty nima? Hozir ulab qo'ygan obyektimiz istalgan narsa bo'lishi mumkin edi. Masalan, oddiy kubga ham ulab qo'ysak bo'lardi. Deylik, offsetni olib oddiy kubga ulab qo'ysak ham bo'lardi. Endi kubni harakatlantirish mana shu butun boshli yo'nalishni belgilab beradi. Xuddi shunday, agar kubni aylantirsak, mana shu atrofida butun boshli obyektlar ketma-ketligi mana shu kub atrofida aylanadi. Lekin kubdan ko'ra nima bo'layotganini tushunish uchun mana bu empty obyekti ancha tushunarliroq va shu uchun biz empty ga ulab qo'ydik. Endi empty ni z o'qi bo'yicha aylantirsak, mana shunaqa aylanma hodisa kelib chiqadi. Mana z o'qi bo'yicha. Buni o'zimizga mos, didimizga mos ravishda belgilab olamiz yoki uy uchun qanaqa to'g'ri bo'ladi, balki bu tomondan kirib aynan x o'qi bo'yicha chiqishar, balki boshqacha uy o'lchamlariga va o'zimizning didimizga moslab olib tayyorlaymiz. Umuman olib qarasa, array shunaqa ishlaydi va o'rtadagi mana shu obyektimizni harakatlantirish butun boshli tizimni qayerga qarab harakatlanishiga ko'rsatib beradigan yo'nalish desa ham bo'ladi.
buni masalan hajmini pasaytirsak, masalan z o'qi bo'yicha keyingi bo'ladigan hodisani mana shu hajm bo'yicha kichraytirib ketadi. Bu ko'proq geometrik progressiyaga ham o'xshaydi yoki arifmetik progressiya. Umuman qaralsa progress. Xo'sh, demak, shu ko'rinishda keltirib oldik iznamizni. Endigi qiladigan ishimiz butun boshli mana shu modifierni keragicha ishlatib bo'lgandan so'ng unga apply, ya'ni tasdiq tugmasini bosish. Buni qisqa kodi Ctrl A yoki apply ni bosamiz. Demak, apply berish nimani o'zgartiradi deyilsa agar, hozirgi obyektimizni tahrirlash, ya'ni edit bo'limiga o'tsak, faqat bitta obyekt uchun ishlov berishga ruxsat beradi. Agarda apply bersak, butun boshli yasab chiqqan modellarimizni tahrirlash uchun imkon beradi. Umumiy olib qaralsa, sizni shu tarzda yasaladi. Buni keyinchalik render qilib ko'rsataman.